Shunda olimlar yo'q. Oyga parvozdan maqsad faqat AQSh bayrog'ini o'rnatish emas. Biz u yerda oyning ichki tuzilishini o'rgandik va bir haqiqatga duch keldik. Agar bu haqiqatga odamlarni ishontirish uchun bundan ham ko'p pul sarf qilganimizda ham hech kim bizga ishonmagan bo'lardi deyishdi. Boshlovchi qiziqib, nima ekan o'sha haqiqat deb so'radi. Shunda astronom olimlar bu oy qachonlardir bo'linib, yana birlashgan dedilar. Boshlovchi darhol buni qayerdan oldingiz? Qayerdan bildingiz? Nima deyapsiz? deb so'radi. Ular ha, bu haqiqat. Biz oyni sirtidan tubiga qarab, tubidan sirtiga qarab cho'zilib ketgan tog' plazma jinslarini topdik. Darhol yershunos olimlar va geologlar bilan bu haqida maslahat qildik. Shunda ular bunday holat faqat bir o'rinda bo'lishi mumkin. Oy bo'linib, so'ngra yana birlashganida yuz beradi. Chunki ushbu metamorfik tog' jinslari oy qayta birlashayotgan paytdagi to'qnashuv natijasida hosil bo'ladi. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas, deyishdi.